Nechinchi yil nechta pul bo'ldi? Ha? 2009 aka. 2009. Yurgani kraskalari-chi? Kraskasi toza past. Kraskasi tozami? Puli-chi? Qanchaga? 3700 ga sotildi. Barakasini bersin. 3700 ga arzon bozor. 3700 dollarga sotilibdi do'stlar. Yaxshi kunlarga mininglar. Assalomu alaykum barchaga, hurmatli obunachilarimiz, do'stlarimiz, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun Andijon mashina bozoridan, xudo xolasa, Nexia'lardan videoroligimizni boshladik. Like bosib, kanalimizga albatta obuna bo'lishingizni esdan chiqarib qo'ymanglar. Fikringizni kommentariyada qoldirib o'tishingiz mumkin. Qani bo'lmasa boshladik do'stlar. 2015 dedingiz buni. 15 Sons gibrid Euro variant do'stlar. Ko'ringlarchi, gidravlikasi bor. Qadramli holatlarini ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Metallari ham bor ekan. 2015, balonlari yaxshi. Oddiy qalpalarda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, demak, Lux 5 konditsionermi bu? Yurgani qancha? 264 ming yurgan. Monitorlar qo'yib qo'yilgan ekan. Orqalarini ham bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. 264 ming dedingiz-a? 264 ming yurgan. Orqalari, oynalari mexanik ekan. Demak, oldini o'zi elektron qilib qo'yilgan. Metallari bor tayyor. Pollarini ham ko'rsatalamizmi bitta? Mana pollarini ham bitta ko'rsatib bo'ladi. Holatlari yaxshi. Kraskasi qanaqa? 264 ming dedingizmi? 2015. Petno nechta detalda? Ikkita joyida ozgina petno. Ikkita joyida ozroq petnolari bor. Motor korobka hadovoy deyish yo'qmi? Rasxodlari yo'qmi? Pulini engiroq aytaylik, bir arzon qilib. 5,5 narx aytyapmiz. 5,5 kami bor. 5 ga ozgina qo'shgan beramiz. 5 pastda bo'lmaydimi? Yo'q, pastda bo'lmaydi. 5 tepasida ekan akalar, kimga yoqsa telefon qilasizlar, raqamlaringiz? 94lik Aha. 568 17 37. 1737 ga telefon qila olamiz do'stlar. Naqd pulga qanchaga bermaysiz bo'lmasa? Bugun naqd pul qilgan. Hali bo'lmadi. Xo'p, bo'ladi, telefon qila olasizlar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Metallica svetidan do'stlar. Ko'ringlarchi mashinaning holatlarini. Balonlari yaxshi ekan, mana tishlari bilan turibdimi tayyor? Balon bosib qo'ydinglar. Yaxshi. Rasxod yo'q olgan xullas akalar, balon tomonlama. 2012 oynalar ko'tarib tushlar prostoy 350 ming 350 ming kilometr yurgan. 350 ming yurgan. Orqa obshivka, salon holatlarini ham bitta ko'rib o'tishingiz mumkin. Kraskalarchi? Oldini o'zida petno xolosmi? Qolgan joylarichi? Qolgan joylar radnoy deyilyapti. Yaxshi. Orqasi xullas metani bor ekan, akalar 100 talik. Oldinlarini bitta ko'rsatib o'taylik, undan keyin bizga qizig'i narxi qoladi. 350 ming probeg 2011-yil 12-yil mashinada. Bu ham xuddi shunday Euro variant gidravlikasi bor. Qadramlarni ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Rasxod yo'qmi, olib pul sarflab yurmaydimi? Mingani tayyor. Puli qancha? 4700 kami bor. Variant naqdlarga nima deymiz? Yo'q. Naqdmi? Bank qo'shib qo'yamiz. Faqat naqd pul sotilar ekan do'stlar. Bank qo'shib qo'yamiz. Xo'p, bo'ladi. Kimga yo'q salohiyat chiqasizlar, raqamlaringiz? 97lik 236 50 33. 50-33 ga telefon qilishaveradi. Yaxshi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan oqidan 1.6dan. Bu bozorda yili yangiroqlari bo'lib qolyapti akalar. Mana Don fanatlari bo'lsa, mana ko'ringlar. Konditsionerlari ham bor, gidravlikasi ham bor, panoramik holatlarini ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Balonlar ham yaxshi holatda turibdi. Salon holatlarini aytadigan bo'lsak, Polni Lux ekan bu. Polni Lux. Chevrolet rullar qo'yib qo'yilgan, multimediali, microfonlar ham qo'yilgan ekan. Orqasini ham bitta ochib ko'rsatib o'tamiz. Yurgani qancha aka? 239 ming yurgan. Orqa obshivka, salon holatlarini ham bitta ko'rib o'tishingiz mumkin. 239 ming yurgan, 2015 kraskalarchi? Kraska orqa eshikda, oldiga bitta bir karib joyda bor. Orqa eshikda bitta bor, krilo ham to'lami? Yo'q, petnomi? Demak, krilo kapotda petno. Metallari bor 100 talik. Pol holatlarini ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Xo'p, endi o'rtacha holatlarni akalar. Mashinaga ham o'yil bo'ldi o'sha. Motor korobka hadovoylar nima deyapti aka? Motor korobka hadovoy yaxshi aka. Bu tamolat ishlamab shekilli deb kirayapti. Aha, shu xolos kamchilik. Yo yemaydan motor asosiysi. Umuman yo'q. 5000 dan almashtirib o'zi 10 ming yevro orasi degan. Aha. Hozir mana 6000 o'tib ketdi. 6000 bo'ldi. Hali nima qo'ygan? Rasxod nimalari yo'q. Yaxshi.
Pulichi aka? 5000 deyapti, 5000 deb beramiz. 5000 kami bor. Variant ham beraverasizmi yo naqdmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd pul. Telefon raqamlar? 98li Aha. 580 44 55. 44-55 ga telefon qilaveramiz do'stlar. Aka bunga pul berishdimi, berishmadimi? Naq sanagani bo'ldimi bozordan bir tanish bilishmi? Yo'q, naqd sanagani. Hali savdo bo'lmadi. Xo'p, bola, telefon qilasizlarmi? 2015-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Nexikini ko'ringlar akalar. Bu bozorda, bu videoligimizda faqat 15 olamiz shekilli o'zi ham. Bu ham 15 ekan akalar. 1.6 lyuks konditsioner. Buni syomka qilmoqdik, ishqilib aka. Ha, o'yadan xuddi shunaqa mashina syomka qildik. Endi bir xil o'q ekan, hamma yo'q bir xil ekanda. Balonlari ham yaxshi. Probega qancha aka? 215. Qancha? 215 ming. Bu kamroq yurgan ekan. 215 ming yurgan, 2015. Polni lyuksa bu. Lyuks 1.6. 100 talik temirman. Orqa obshivkalarni ham, salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Kraskalari qanaqa aka? Kilo kapotda bor. Bitta krilo, bitta kapotmi? Ustitrozinikimi? Bitta krilo, bitta kapotda kraskasi bor. Ustitrlar yechilmagan deyilyapti. 100 talik metan. Pollarni ham mana ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Polni azmani senga qo'yildi. Shunga bo'lgan ekan taylari. Xo'p, ikkita detalmi kraska aka? Kraska ikkita detal 2015, 210 ming yurgan. Motor korobka hada o'ylachi. Asfalt yo'qmi? Asfaltlari yo'q. Puli qancha? 5,5 deyapsiz, kami bor. 5,5 ming kami bor. Variantchi? Yo'q, naqd. Naqdga sotiladimi? Pul zaruriyat bilan naqd pulga sotilar ekan akalar. Kimga yoqsa aloqaga chiqasizlar. Telefon nomeringiz? 88li 140 63 32. 63 32 ga telefon qilaveramiz do'stlar. Naqd pulga necha pulgacha savdo qilishyapti aka? Oxiri 5 ga beraveramiz. 5 ga uzilgasalar. Xo'p, bola, telefon qilaverasizlar mana. 2015-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi tozasidan ekan do'stlar. Ko'ringlarchi, mashina bozorga tayyorlanmagan ekan. 2015 toza deyilyapti. Gibrid motor, gidravlikasi bor. Podramlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mashina qanday holatda bo'lsa, shunday holatda olib chiqilgan. Balonlari ham yaxshi. Salon holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Elektron oynalar. Adashmasam oldini o'zi, chunki men prostoyda elektron qilib olyapti, orqaga olib ketib qolyapti lekin. Orqasidan probega qancha buni? 210 ming. Kraska toza. 210 ming yurgan kraskasi tozasidan ekan do'stlar. Mashina holatlarini aytsak, metanlar bor, 100 talik. Pollarni ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Holatlari plus tayyorlanmagan holatda 210 ming deyildim probega. Asfalt yo'qmi aka? Motor korobka hada o'yladi. Asfaltlari yo'q. Puli qancha buni puli? 5300 olib beramiz aka. 5300 kami bor. Variant narsalar bormi yo naqmi? 3 oyga beramiz. 3 oygacha qancha yami bo'lsa bo'laveradimi? Yarim puli borlarga akalar 2-3 oygacha kelishlar ekan. Kimga yoqsa telefon qilasizlar, raqamlaringiz? 99li 020 66 62. 66 62 ga telefon qilaveramiz. Savdo qilishmani menga tanish bilish So'rashdi. Necha pulga? 4200 4300 qilish. 4200 ga bermadingiz, qo'shsa kelishiladi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 3 ko'ringlarchi. Nexus 3 so'ragan yaqinlarimizga balonlar o'rtacha holatda. Salon holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi pozitsiya mexanika ekan. Orqalarini ham ko'rsatsak. 18 qancha yurdi? 300 ming. Pul arzonroqdanmi bu? Kraskachi? Ikkita detalli petnosi bor, 300 ming yurgan, 18 metallari bor, temir. Holatlari yaxshi. Xo'p, motorini ko'rsatib olaymi? Motorni ham ko'rsatib beraylik. Mana akalar 1.5 lik standartli motor, ABS konditsionerlar bor. Konditsionerlar ishlaydimi aka? Konditsionerlar ishlaydi. Narxini bir yengilroq aytaylik aka, kelishtirib bir 71 dan o'tib beraylik aka. 71 kami bor. Kami bor. Variant yo'llarichi? Berolamiz. Variantdan berilaveradi. Bu ham generalniy hamma dokument. Dokumentdan muammosi yo'q, xohlaganini qilib olaveradi. Yaxshi, nomerlar 91 lik 603 37 11 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Necha pul qilishdi aka bozorda? 66 67 ga bermadingizmi? 66 67 ga berilmoqda akalar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan orqadan ko'ringlar akalar, Donsidan 1.6 ga qiziqqan yaqinlarimiz bo'lsa,
2010-yil Luxidan ekan. Kondisionerlari bor, gidravlikasi bor, podravniy holatlarini ham bitta ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Mana ko'rinyapti. 1.6 motor. Balonlari yaxshi ekan. Probeg qancha bo'ldi? 270 ming atrofida yurgan. Qancha? 246 mingmi? 246 ming yurgan. Kraskalarchi? 20% atrofida bor. Ichiga o'tmaganmi? Orqa obshivka, salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ichlariga o'tmagan deyilyapti. Xo'p, metani bor aka. Orqasi ochilmadi. Metani zapaskalari bor. Motor korobka hadovoylarchi? Olib rasxod qilib yurmaydimi? Metani ustali mana akalar, taylarni ocholmadi, usta narsalari bor ekan. Xo'p, 20% atrofida kraskasi bor deyilyapti. Puli qancha aka buni? Narx qancha aka? 4000 dan o'tib beramiz. 4000 kami bor. Variant nasiyalarchi? Naqdga faqat. Faqat naqdga sotiladi. 4000 o'tib beriladigan 2010 akalar. Kimga olsa aloqaga chiqasizlar? Telefon nomerlaringiz? 91 600 ga beramiz, aytib ko'ring. 3600 oxirimi? Uzul kesilimi? Uzul kesadi. Uzul kesil akalar 3600 dollar ekan. Kimga olsa telefon qilinglar. Nomerlaringiz? 91 499 99 22 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar do'stlar. 3600 ga kimga olsa mana akalar sotilar ekan.